Bunyodkor hisobida esa 13 ochko mavjud. Bu mavsumda 4 ta g'alaba, bitta durang, bitta mag'lubiyat qayd etdi Bunyodkor. Uchrashuvga start berildi. 7-turni aynan mana shu bahs yakunlab beradi. Hozir xato darvozabondan yaxshi imkoniyat kelishi mumkin edi. Ichkarida bo'ydor Neft futbolchilari bor. Uzatma amalga oshirildi. Bunyodkor himoyachilari ham ishonchli o'ynashmoqda va tezkor qarshi hujumga chiqib ketishi mumkin qaldirg'ochilar. Boramiz, oldingi chiziqqa uzatma amalga oshirilmoqda. Bo'shliqlar bor. Chap qanotda 3 nafar futbolchi bor. Aynan chapga uzatma amalga oshirildi. Zarba va sal qoldi. Maydondagi futbolchilarni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, Yovich bugun ikkita hamyurti Bugarin hamda Krivokapichga qarshi o'ynayapti. Mana boyagi epizod Samandarjon Farruh Sayfiyev sug'urtaladi vaziyatni va hozir Neftchi navbatdagi hujum tashkil etmoqda. Farruh Sayfiyev o'tib ketyapti. Jarima maydonchasi ichida variantlar bor. Sayfiyevdan uzatmami, zarbamidi bu? Jamshid Iskandarov zarba. Mana bu zarba. Endi bunisini zarba deyish mumkin. Mahorati zo'r baribir Iskandarovni. Yig'ilishida 3 o'yinga diskvalifikatsiya qilindi Narimonjon Ahmadjonov. Hozir Neftchi navbatdagi hujumni tashkil etmoqda, o'tib ketyapti Abrorbek Ismoilov. Alisher Odilov ochildi. Ismoilov o'zi zarba yo'lladi. Federico Botti vaziyat qahramoni. O'zi zarba yo'llashga qaror qildi. Ismoilov himoyachi o'tkazib yuborganda Boburbek Yo'ldoshev yiqilib tushdi. Vladimir Yovich o'ng qanot orqali hujum tashkil etilyapti. Izzatilla Po'latov bor bu yerda. Po'latov orqaroqda variant bor. Jamshid Iskandarov. Zo'r uzatma Iskandarovdan davom etadi hujum. Zarba va hisob ochilishi mumkin edi agar maydonda ham. Jamshid Iskandarovning uzatmalari esa shunchaki shedevr. Qarang qanday kalit uzatmalarni amalga oshiryapti Iskandarov. Bu birinchi marta emas, biroz avvalroq ham shunga o'xshash vaziyat tashkil etishmoqda. Bu hujumni zarba ko'ramizmi? Matiya, Krivokapich, Bilolxon Toshmirzayev davom etadi hujum. Toshmirzayev o'tdi, zarba ham yo'lladi, ammo top himoyachilardan biriga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Birinchi taym asosiy vaqt tugashiga 30 soniya bor. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat. Jokich davom etadi hujum. Jokichdan zarba va gol! 1-0 Neftchi hisobni ochmoqda. Yovin Jokich gol muallifi. Kuchli zarba, aniq zarba va bu zarbani qaytara olmadi Federico Botti ham. Burchak zarbasidan so'ng yuzaga keldi epizod. Hozir takroran vaziyat namoyish etib beriladi. Taym so'ngida farg'onaliklar muhim golni kiritib olishmoqchi kutilmoqda. Hatto birinchi taymning so'ngida ham imkoniyat bo'ladi. Hali Bunyodkorda mana vaziyat namoyish etib berilyapti takroran. Dastlab himoyachilar to'pni qaytarishganda Jokichni o'zi zarba yo'llaganda, qarang mana. Zarbani uzatma amalga oshirmoqchi bo'lgan Jokich Bunyodkor vakili assist qayd etib qo'ydi. Muzaffar Olimjonov albatta o'zi istamagan holatda Yovin Jokichni to'p bilan ta'minladi. Keyin yo'l-yo'lakay zarba 4-raqamda Boyan Tsiger, 20 Anvarjon G'ofurov, 2-raqam ostida esa Izzatilla Po'latov harakat qilmoqda. Darvoqe jamoa sardori Anvarjon G'ofurov hozir hujum qilish navbati Neftchida yaxshi imkoniyat. Abrorbek Ismoilov zarba yo'lladi, ammo to'p darvozaga aniq bormadi. Farruh Sayfiyev chap qanot orqali hujum rivojlantirilyapti Neftchida. Sayfiyev ichkariga pas, xavfli zarba yo'llandi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Keyingi zarba esa noaniq chiqdi. Menimcha sizda ham e'tiroz bo'lmasa kerak. Hakamga zo'r o'ynadi Bunyodkor vakili Samandarjon Mavlonqulovdan zarba. Darvozabon to'pni egallab olyapti. Ofsayd yo'qmidi? Yo'q ekan. Uning qarshisida Azbek To'lqinbekov bor. Alisher o'zi jarima maydonchasi ichiga kirdi. Odilov xavfli vaziyatda ikki futbolchini o'tib ketyapti. Zarba! Xavfli chiqdi. Alisher Odilov bir o'zi yakunlab qo'yishi mumkin edi mana shu hujumni. Chog'i Islombek Ismoilov balkim boshqa futbolchini o'rniga ham tushirish mumkindir. G'iyosov va
Odilovni birgalikda o'ynatib ko'radi. Iskandarovning ustun tomoni ikkinchi qavat emas, ammo ortda tayyor turibdi. Jamshid Iskandarov. Jokichning zarbasi esa darvozaga aniq bormadi. Iskandarov. Xurshid G'iyosov. Markazroqda Peritsa bor. Jamshid Iskandarov tomon uzatma. Ortga to'p qoldirildi. Uzoqdan zarba ko'ramiz. Zarba xavfli. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi Federico Botti. Keyingi zarba darvozaga aniq bormadi. Peritsa. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Uzoq masofadan yo'llangan zarba to'pni qo'ldan chiqarib yubordi dastlab Botti. Keyingi zarba yo'nalishini yo'ldosh Sayfiyev. Farruh Sayfiyev. Jokich. Ibrohim Halil yo'ldoshdan zo'r zarba. Keyingi hujum va himoyachilar sovg'a qilishiga bir baqiya qoldi hozir. Botti bir-birlarini tushunmay qolishdi, qarang. Mana. Noaniq zarba yo'lladi. Farruh Sayfiyev, Xurshid G'iyosov tomon uzatma. G'iyosov nima o'ylab topadi? Uzatma amalga oshirildi Ferreiraga. Jokich. Yaxshi kombinatsiya, xavfli vaziyat. Peritsa to'p uzoqlashtirilyapti, lekin to'laligicha emas. Ibrohim Halil Yo'ldoshevning zarbasi. Yana to'p egallab olinyapti. Yo'lbarslar tomonidan Asilbek Jumayev. Jumayev o'zi zarba yo'llaydi. Rikoshet darvozabon Botti to'pni yana urib yuboryapti. Bottiga muammo taqdim etdi hozir. Mana. Sayfiyev. Farruh Sayfiyev va Ibrohim Halil Yo'ldoshev bir qanotda o'ynayapti. Ibrohim Halil biroz oldinroqda. Asilbek Jumayev ichkariga pas, xavfli vaziyat, zarba, darvoza to'sini nishonga olindi. Peritsa juda qulay imkoniyatga ega bo'lgandi. Superliga turnir jadvalida, to'p urarlar jadvalida yakka 5 qadamga aylanib olishi mumkin edi agar uning zarbasi darvozaga aniq borgan edi. Peritsa hisobda 4 ta gol bor. 4 ta gol urgan futbolchi Superligamizda 4 ta. Dostonbek Hamdamov, Temurxo'ja Abduxoliqov. Darvozabon Federico Botti to'pni o'yinga kiritib beryapti. Oxirgi daqiqa boshlandi. Bunyodkor tavakkaliga oldinga o'tmoqda, ammo Neftchi qarshi hujumga chiqib ketishi mumkin. Jorani Francisco Ferreiradan zo'r uzatma. Xurshid G'iyosov, xavfli vaziyat, G'iyosov zarba, darvozabon qaytardi Botti. Mezbonlar hujumda bo'ldi. Mana shu pallada menimcha yakunlandi. E'tiroz bildiryapti Bunyodkor futbolchilari hakamga, ammo qo'shib berilgan 4 daqiqa to'liq yakunlandi.